Robbisini tanigan ayol. Hayotda o'zini vazifasini nima ekanligini tushungan ayol. Bunday ayolga ega bo'lgan erkak haqiqiy baxtli erkak. Chunki qarang, Robbisini taniydi, o'zini haqqini biladi, o'zini mas'uliyatini ham biladi erining oldida. Va qilish kerak bo'lgan ishini ham aniq biladi. Va mana shu narsani orqasidan yuradi. Zamonimizda ayollarni qarasangiz, unisini ham bilmaydi, ko'pchiligi bunisini ham bilmaydi. Allohni tanimaydi. Faqat haqqini biladi. O'lchovlar ko'chadagilardiki, falonchi unday qildi, po'kachi bunday qildi, shunaqa qilib berasan. Shuning uchun birodarlar, mana uylanish arafasida turgan ukalar dindor bo'lsin. Allohni tanigan bo'lsin. Juda ham ilmli bo'lmasa ham mayli. Ko'p ham ko'chaga yugurmagan, 5 mahal namozini o'qigan, avratini yopgan, iffatini saqlagan bo'lsa bo'ladi. Agar ayol mana shunday bo'ladigan bo'lsa, uni qadrini bu dunyoda bir boyligi bilan, puli bilan o'lchab bo'lmaydi.